Bu Muhammad Ali. Bizga sizlarning yordaminglar kerak. Muhammad Ali 1 yoshga to'lganda isitmasi chiqib sudurga bergan va komaga tushib qolgan. Kasalligi aniqlanish bo'yicha o'pka pnevmoniyasi va bosh gematomasi aniqlangan. Muhammad Ali hozir 4,5 yoshda, 3,5 yildan beri bu kasallik bilan kurashib keladi. Hozirgacha 4 marta operatsiya bo'ldi. Muhammad Ali apparatdan nafas oladi va zond orqali ovqatlanadi. Muhammad Ali ukamizga hozir nerv sistemalarini uyg'otib, lecheniya olishi kerak. Muhammad Alining adalari 1 yil oldin vafot etganlar, hozirda faqat oilari qaraydilar. Shu ukamizni oyoqqa turg'azishga sahiboylar sizlarni hammanglarni yordaminglar kerak. Ehsonni mukofoti ehsonku. Agar moddiy tarafdan yordam qila olmasanglar, shu videoni tarqalishiga yordam beringlar, savobga sherik bo'lasizlar. Xudo xolasa Muhammad Ali ukamiz sizlarning yordaminglar bilan tuzalib ketadi. Shunaqa savobli ishlarda qatnashmoqchi bo'lsanglar, bizning oilamizga qo'shilib obuna bo'lib qo'yinglar.